Mustaqillik bo'lmasa, erkinliging bekkiyin, erkinliging bo'lmasa, huquqlaring bir tiyin. Her qaysi joylarga tarqaqlashib o'ltiraqlashgan aziz Uyg'ur millatim yaxshimisizlar. Men vatandoshlar Ablajon Leylnaman Amerikadan so'zlayapman. Bugun 2024-yili 12-oyning 3-kuni yakshanba. Aziz vatandoshlarım, biz bugünkü leksiyarimizde asasi qonunlarning moddalari ustida to'xtalishdan burun mushu ilgirki ishlagan, ya'ni oldingi hafta ishlagan video bilan bu haftaning oralig'ida bizden so'ralgan bir qism savollarga javob berib o'tamiz. Buning ichida eng muhim bo'lgan bir savol, biz bugün tanlab javob bermoqchi bo'lgan bir savol, Turan birligi. Yani bu Turan birliğinin Uygurlarga faydalık ve ziyarlık ekanligi. Yani siyasi noktadan Uygurlar için bu Turan faydalık mı, ziyarlık mı degan bu savol o'ttirib qo'yilganligi uchun biz oldi bilan Turan haqida ve onun biz Uygur milleti için qanchalik foydasi ve ziyni bağlılığı haqidagi bu savolga javob berib o'tamiz. Aziz vatandoshlarım, bu Turan degan so'z Farschadan kirgan so'z bo'lib, bu şu O'rta Osiyoda yashaydigan asosiy jihatdan degidek bu Türk til sistemisindagi bu milletler ve bular tarafından kurulgan devletlerinin birliğini ko'zda tutadi. Yani bunu Organization of Turkic States, yani Türk devletleri birliği deb ataydı. Mesela Türkiye'nin prezidenti Erdoğan en açta atab kelayotidir. Endi bunun hazırca bunun içine kirdiğen devletlerini biz sanab o'tsek, bunun da mesela Özbekistan, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan, hatta Şimali Afganistan ve Pakistan'ın şimali kısımlarını öz içine alır. Yani bunu Türkmenistan, Kırgızistan, Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkiye ve Şimali Siprus deb bunu hazırca 7 devletlerin birliği deb qarasa xatolaşmagan bo'lamiz. Onda olsa bu Turan birliği, yani bu Türk devletlerinin birliği, yani Organization of Turkic State, xuddi Avrupa birliği deganga o'xshash. Endi bularning harbiy kuchlarni tilga olsak, NATO'ga o'xshatsak bo'ladi. Endi bu yerdagi muhim mesele, mendan so'ralgan bu savolda, bu Turan, yani Turanizm, Pan-Türkizm, bu Turan birliği degan bu hukumlarning Uygurlar için faydalık mı, ziyarlık mı degan bu savol so'ralganligi uchun ben bunun tarihi, yani Turan qanday shakllangan, qachon mavjud kelgan, bu haqda ko'p to'xtalmayman. Onun ustiga bu savollarga bizning bir qism tarixchilarimiz tarixlarda bo'lib o'tgan Turan haqidagi ma'lumotlarni nihoyat yaxshi tushuntiribdi. Mening to'xtalmoqchi bo'lgan nuqtam, zodi Turan degan bu hukum, bu birlikning Uygurlar için foydasi bormi, ziyni bormi? Buna cevap veriş için biz oldu bilen intayin siyasi bir sezgürlük bilen ve intayin jirakni körerlik bir aktif göz karışılan, yani icabi göz karışılan qarmağımız lazım. Onda olsa muşu O'rta Osiyoda şekillendiğen ve şekilleniyotgan bu Türk devletleri birliği Uygurlarga faydalık mı? Elbette faydalık. Ama hazırki ahvalda bizning Turan birligi ichiga kiralamdik? Yo'q. Uning ichiga kirayotganlar bu yuqorida biz deb o'tib ketgandek, mushu Türk til sistemisidagi davlatlar. Biz hozir Xitoy tajovuzchilarining mustamlikasi ostida turayotgan bo'lganligimiz uchun biz texi bir davlat ustida o'tirib chiqmadik va davlatimizning mustaqilligini texi asli keltirmadik. Uning uchun biz cho'qim Uyg'ur millati yaqin kelgusida bir millat sifatida o'rnimizdan turib, biz öz millet namımızda bir devletini kurup müstakilliğimizni jakalagandan keyin elbette biz bu Turan birligiga 100% qaytilamiz. Sebebi mana bu shunday Türk devletleri birligi, yani şu Avrupa birligiga o'xshash bu Türk devletleri birligi qurilsa qanday bo'ladi? Bu birincisi O'rta Osiyodagi eng çok super powerga, eng kuchli bir kuvvetga erishdi.
Muşu Türk Devletleri Birliği özara resmi bir birlik tuzgan chig'ida xuddi Amerika Qo'shma Shtatlariga o'xshash mush 50 statening xohlagan yeriga o'lib mushu davlatning fuqarolari o'zi yaxshi ko'rgan statelarda yashash, shu yerda ishlash yoki ko'chib ketib boshqa yerlarga yo'tkilish deganga o'xshash mana shunday erkin yo'tkilish va erkin tanlash huquqiga ega bo'ladi. Bu Turan birligidagi fuqarolarning, ya'ni shu davlatlardagi barliq fuqarolarningki tanlash huquqi. Endi iqtisodiy jihatdan bu Turan birligidagi davlatlar o'zaro iqtisodiy jihatdan birlashadigan chig'ida bular o'zaro elib boradigan savdo setiqlarda bu trade, ya'ni savdo almashtirishlarda bular bojni tuvallatish yoki bekor qilish o'zaro bundaq bir shakl orqali o'zlaridagi alayidliklar bo'yicha bir qismlari dehqonchilik, bir qismlari sanoat, bir qismlari tabiiy boylik, gaz va shunga o'xshash barliq kimyalik elementlar shu davlatlarning o'zidan chiqadigan bundaq alayidliklarni bir-birisi bilan o'zlari free trade, ya'ni o'zaro bojsiz almashtirish bir savdo yo'lini qurib chiqadi. Xuddi ular bir federatsiya, bir cho'ng davlat, xuddi Amerika Qo'shma Shtatlaridek. Bunda bo'lgan chig'ida birinchisi ama biz yuqori degandek fuqarolarning bu tanlash huquqi, erkin ko'chish huquqi intayin cho'ng bir quvvatga va cho'ng bir qo'g'dashga erishdi. Uning uchun bu Turan birligi yolg'iz Yevropa davlatlarining emas, hatto mushu Rossiya, Xitoy, İran ve Yevropa birligining mu nayt cho'ng diqqatni qo'zg'aydi. Rossiya o'zining atrofidagi Qozoq, Qirg'iz, O'zbekka o'xshash ayni vaqtdagi Sovetlar birligida turayotgan bu mustaqil bo'lib bo'linib chiqqan davlatlarning bundaq bir Turan birligi bilan birlashgan chig'ida o'zi uchun intayin cho'ng bir xatar bo'lganini biladi. Xitoy bo'lsa bizning mamlakatimizdan, ya'ni Uyg'urlarning zimiridan ayrilib qilishidan qo'rqadi. İran bo'lsa, o İran'da yaşaydigan 23%dan ortiq Türk var u yerda. Bu Türklarning bir vaqtlarda bular bilan birlashib ketib, o'zining ojizlab ketishidan qo'rqadi. Demak, mayli qaysi jihatdan aytmayli, bu Turan birligi shunchalik bir kuchlik O'rta Osiyodagi super powerga aylandi. Bu Xitoyni, Ruslarni, İranni, Yevropani qattiq sarosima ve ensizlik sağladı. Ama Turan birligining maqsadi hergiz qandaqdir bir kuch bo'lib başka Yevropa yoki başka davlatlarga hujum qilish yoki ularni besib olish niyati yo'q. Bu Turan birligining maqsadi O'rta Osiyodagi barliq Turkiy til sistemasidagi davlatlarni birlashtirib, bular bir birlik tuzib, quvvatlanish, kuchlanishni iborat. Agar shundaq bir birlik qurilsa, u cho'qim qurildi ham qurilib ketib bordi hozir cho'ng yeyotdi kundan kunga. Endi mushu Turan birligi qurilib rasmiy bir muntazam holatga o'tgan chig'ida bular askarlarni birlashtirib, iqtisodiy kuchlarini birlashtirib, bular o'zlariningki moddiy jihatdagi boyliqlarini o'rtaq bir kuch, bir birlik sifatida foydalangan chig'ida u holda bularning yangidan bir Turan birligining qonunini tuzib chiqish tabiiy. Xuddi hozirgi NATO birligininki qonunida kim NATO'ga a'zo bo'lgan bir davlatga hujum qilsa, u NATO'ga hujum qilganlik hisoblanadi deydigan bir moddasi bor. Ishonimizki bu Turan birligi qurilgan chig'ida Turklarga yoki Turkiy til sistemasidagi barliq millatlar va ularni yo'qotib o'tish va ularning zaminlarini talon-taroj qilish, ularning tarixini, an'anasini, urf-odatlarini, tilini ve ularning mevcutligini yo'qotishga uringanlik, Turan birligini yo'qotishga urilganlik deydigan bir moddani kirgizib, shu moddasi orqali yaqin kelgusida kuchlanadigan bu Turan ve Turan armiyasi Xitoyga intayin cho'ng dahshatlik zarba berish ehtimoli bor. Chunki Turan birligining rasmiy qudrat tepib kuchlanish uchun bizning Uyg'urlarning davlati ular uchun intayin muhim. Ben demişsem bizden devletimizden ne kadar bay ve baylık tolgan, intayin güzel, intayin kudretli bir devlet ikenliğini hepimiz biliriz. Coğrafiyalik orni
ve uningdagi tabiiy boyliqlarning ne kadar ko'p ekanligini hammanglar bilasizlar. Uning ustiga Uyg'ur millatining bu ne kadar ilg'or, aktiv, bu ticari ve aqliy jihatdan intayin kuchli bir millat ekanligini hammasi biladi. Uning uchun bu Turan birligining texmi taraqqiy qilishi, gullanishi uchun Uyg'urlar ve Uyg'urlarning davlati intayin ve intayin muhim. Uning uchun Xitoy bundan qattiq ansiraydi. Endi bizning bir qism ziyolarimiz bu savolga javob bergan chig'ida Xitoydek bir davlatning mustamlikasi ostida turayotgan bir shaklda javob berganligini angladim. U bo'lsa-mu biz Uyg'urlarga pan-turkizm, bu turanizm, bu ekstrem islamizm va hokazo deganlar bizga intayin cho'ng xatar olib kelgan. Uning uchun bu Turan biz uchun xatarlik deb xulosa chiqaribdi. Men buningga qo'shilmayman. Hem xato bir qarash. Chunki bizning hozir yaqin kelgusida ko'zlayotgan bu siyosiy orzuyimiz ve g'oyamiz bu Turan birligining yuqorida men degandek kuchayib, ular askarlarini, iqtisodlarini birlashtirish ve intayin cho'ng ko'lamlik yer maydoniga ega ve intayin ko'p aholiga ega bo'lishdak bunday afzalligi bilan u Xitoyga rasmiy taqobil tura oladigan cho'ng bir kuchga aylandi ve aylanyotdi. Biz onun için bu cihetten qaraganchig'imizda Uyg'urlar uchun bu Turanning mavjud bo'lishi, maydon kelishi intayin muhim ve intayin muhim. Bu Uyg'urlarning taqdiri ve ularning o'z ziminiga xo'jayinlik qilish ve onu mustaqil qilishdan iborat bundaq bir g'oyasini amalga oshirishda intayin muhim. U yalnız Uyg'urlar uchun muhim emas. Mushu Turan birligiga a'zo bo'lgan davlatlarning texmi kuchayishi uchun bizning devletimiz intayin muhim. Onun için biz yukarıda degandek bu Turan birligi resmi güçlengen çığda o Xitoyga karşı muşu milletimiz üstünde ilip gelayotgan irqiy qirg'inchilik bu milletni bir millet üstünde yok tutib onun zeminini egallanishdak mana mushundaq bir stratejisi ve suiqasdini berbat qilib xalqimizning mustaqil ve ozod yashashi ve kelgusidagi Turan birligiga resmi şekilde a'zo bo'lish uchun bizni ular mustaqil qilishga majbur. Uning uchun biz siyosiy nuqtadan qaraganchig'imizda Turan biz uchun intayin cho'ng foydali. Ammo bizning ziyolilarimiz uni qandaqdi ma'lum bir guruh, ya'ni Xitoy kommunist hokimiyati ve uning bu suiqasd tuzumlari ostida yashayotgan holat turib tahlil qilganligi uchun bular Turanizmni bizga ziyonliq deb qarayapti. Unda ish yo'q. Bizga foydali. Çünkü yukarıda biz degandek, eğer Turan birligi kurulsa, hazır asasiyattan kuruluvatıdı, hem kurulup bunun a'zo devletlerini özüge kubul kılıvatıdı. Bu texmi küçüğüydü. Bu biz için yana bir qitim ta'kidlasak, intayin muhim bir fursat. Hazırki Turan birligini kuruştaki maqsadning biri mu bizning devletimizni mustaqil qilishdan iborat bundaq bir g'oyasi bor desak xatolashmagan bo'lamiz. Onun için biz bu Xitoydek bir Cahangir bu hakimiyetinin Turan degan bu isim ve bu birlikke Uyg'urlardan qetilganligini anglasa, yana bizde pan-turkizm deganga o'xshash qalpoqlarni kiydirib qirdi deydigan bu ensizchilik, bu butunlay xato bir ensizchilik. Çünkü biz mustaqil bir davlatimizni asliga keltirib, ondan cho'qim bu Turan'a qatnashishimiz kerak. Onun için ben gapimni xulosalasam, bu savolni so'ragan qarindoshlarimizni oldi bilan rahmat aytaman ve gapimni xulosalab shuni aniq jakalaymanki, Turan birligi Uyg'urlar ve uning taqdiri uchun intayin muhim ve intayin foydali. Xo'sh, bu savolimizga javob berib bo'ldik. Endi tuvanda biz ilgirki leksiyarimizning davomi bo'lgan bizning yaqin kelgusida qurmoqchi bo'lgan, ya'ni Uyg'urlarning bir taldan bilet tashlash orqali saylash ve saylanishdan iborat bu muqaddas huquqini ishlatish orqali bir reis ve merkezi hükümetini kurup çıkıp uni resmi Uyg'urlarga vakolatan tashqi dunyoda qonunliq faoliyat ilib boradigan o'ringa ko'tirish ve uning asosiy qonun tuzishdan iborat bu sharafli vazifamizni davomlashtirib keldik. Bugun uning davomi bo'lgan shu asosiy qonunning 3 ve 4 moddalari, ya'ni davlat tili ve devlet dini degan qismida to'xtalamiz. İlgirki asosiy qonunlarda
yani 2004 yılı tüzülgen asası kanunda devletimizden devlet tilini Uygur, Kazak, Özbek tilleri devlet tilidir, başka tiller koşumçu tillardır dep ağan. Bizden bu kıtımki merkezi hükümetke alıdığan asasi kanunumuzdan bu maddesi de devletimizden dini İslam. Bu digerlik başka dinlerini bütünley itiraf kılmay inkar kılganlık digerlik emas. Devletin asasi dini İslam dini. Lekin barlık başka dindeki fuqarolarning öz dinini işletiş ve işletmeslik hukuki erkinligi var. Bu devletimizden asasi kanun tarafından kovduldu. Bunu aniq eskartib koymamız lazım. Endi biz devletin tiliga kelganchigimizda devletin tili Uygur tilidir. Yani bir tekleyimiz devlet tili Uygur tili. Başka tiller yani başka şu devletimiz yaşayan fuqarolarning tilleri Xitaylardan başka Xitay bo'lmagan. Biz yukarıda deb ötüp ketken Xitay milletiga hech qachon mengü devletimizden fuqarolig'i berilmeydi. Meyli o Xitayning ichki ülkelerdeki Xitay olsun, yoki tashqi dunyodan kelgan Xitay olsun, yoki bizning devletimiz tuprog'ida tug'ilib o'sgan, yoki shu yerga ko'chman bo'lib kelgan Xitaylar olsun, hech qanday bir Xitayga devletimizden fuqarolig'i berilmeydi. Yani mengü berilmeydi deb biz eskartib o'tgan. Onun için Xitay bo'lmagan barliq başka milletler, yani şu devletimizden fuqarolarining öz til medeniyetlerini mektep içip okutuş, terbiyeleş, davamlaştırış, yoki unutup gitiş, işletmeslik hukuku var. Bu mu devletimizden asası kanun tarafından kovduladı. Onun için şu münasebetle bugün biz barliq vatandaşlarımızga rahmet etimiz ve şuna bilen birge hemminizlerge Allah'ın güzel salamları olsun. Allah bundaki işlerimizde yar ve yardımcımız olsun. Köpçülük rahmet.